Sağsı şunun köçede kalıp gittik. Hurmatli yurtdoshlar, Yangiariq tumani Astana qishlog'ida shunday bir uyinda yong'in bo'lgan. Akkamizning xonadoni, saxovatpesha xalqimiz, yurtdoshlar iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Akkamning nomerini qoldiraman, kartasini qoldiraman. O'sha uyimiz seli yonib ketgan, hech nima qolib bilmaganlar. Shuning uchun iltimos qilamanki, meni podpischiklarim, hurmatli kuzatuvchilar, bu videoni maksimalni tarqatib, hech zamonda shunday bir savobga sherik bo'lib beringlar. Xalqdan iltimos etaman, bir yordam etishlaringizni. Sağsı şunun köçede kalıp gittik. Gelinim, aktıkları hemen köçede. Sağsı uyumuz yok yine. Bir işte komşumuz öyünü verdi. Şunu öyünde yaşap durduğumuz vaktiyle. Koldan gelince yardım etişlerini iltimas etaman. Qurbingiz yetincha 5 mingdanmi, 10 mingdanmi, 50 mingdanmi qurbingiz yetincha akkamga yordam bersangizlar. Qurbi yetmagan odam shu videoni tarqatib savobimizga sherik bo'linglar. Birodar, agar siz sahiy bo'lsangiz, bilingki Robbingiz sizdan ko'ra sahiyroq. Modomiki bandalarga berayotganda faqat o'zini roziligini ko'zlab berdingizmi, Robbingizda haqqingiz qolib ketmaydi. Birni bersangiz 10ni beradi. Birni bersangiz 700ni beradi. Birni bersangiz Alloh